Juda ham ta'sirchan va ichki dunyosi boy odamlar sizga tanishmi? Bu odamlar sensitiv shaxslar deyiladi. Ularni tanishingiz uchun sizga 5 ta ulardagi belgini aytaman. Birinchisi, ularda ijodkorlik nihoyatda kuchli bo'ladi. Ular o'zlari yolg'iz qolgan vaqtda nimalardir o'ylaydi, nimalardir qilishga harakat qilishadi. Ikkinchisi, ularda halollik va mardlik juda ham yuqori bo'lishadi. Uchinchisi, ular oddiy kinoya va tanqidni juda ham chuqur his qilishadi. Juda ham ularni ko'nglini og'ritish nihoyatda oson bo'ladi. To'rtinchisi, ular nihoyatda mehribon bo'lishadi. Agar kim bilandir ular yaqin bo'lishsa, ularga bor mehrini, bor e'tiborni berishga harakat qilishadi. Beshinchisi esa ular janjaldan qochishadi. Ular uchun eng yaxshi joy tinchlik bo'lgan joylardir. Agarda atrofingizda xuddi shunaqa odamlar bo'ladigan bo'lsa, ular bilan munosabatlarda nihoyatda ehtiyot bo'ling. Chunki ularni ko'nglini og'ritish nihoyatda oson, ko'nglini olish esa salgina qiyinroq bo'ladi. Yuqorida sanab o'tgan sifatlarimni qaysi birini kimda ko'rdingiz? Kommentda yozib qoldiring.